pas berishda xatoga yo'l qo'ydi. Ortga qaytgan Rahmatov to'pni egallab, jamoasining hujumini boshlab berdi. Sharof Muhiddinov qanotga yetkazdi. Sha'la Sharofga qaytardi. Muhiddinov hal qildi. Sharof Muhiddinov ikkinchi golni urdi. Nasaf Olmaliqda. Mana 1 soat tugadi. Jamoa tablodagi farqni 2 ga oshirdi. Muhiddinov nuqta qo'ydi. Mana ko'ring hujumni. Muhiddinov pas berib, o'zi ochilib bordi. Keyin o'sha hududga to'pni Sha'la tashladi. Himoyachilar bu vaziyatda Sharofni yopa olmadi. U o'zini kuchli zarbasi bilan to'pni burchakka joyladi. Darvozabonning aybi yo'q. Himoyachilar xatoga yo'l qo'ydi. Mana o'tkazib yuboryapti. Darvozabonning aybi yo'q. 100% qolyapti Ilyos bilan Sharof Muhiddinov. Ikkita himoyachi o'rtasidan o'tib, bo'sh hududga chiqib, aniq o'zini eng kuchli Sharofni quroli bu chap oyoq. O'sha chap oyog'ida zarba berib hal etyapti.